2 yil oldin farzandlarimiz oldimizga keldi Piterga. 3 yil farzandlarimizdan uzoqda ishladik er-xotin. O'zimizda yosh bilan kutib olganmiz bolalar. Bolalar kelgandan keyin 2 oy maktabiga yugurdim. Bolalarni maktabga joylashtirgunimizcha er-xotin ancha-muncha sochlarimiz oqardi. Ko'pchilikda havas keladi, men ham olib kelsam deb. To'g'risini aytsam, xarajati juda katta bolalar bilan. Mana bugun maktabida родительский собрание. O'qituvchilarning yoniga quruq bormaydi deb har doim Samsung'da narsalarni olib boraman. Maktab to'g'risida yana qaytamiz. O'tgan safar o'qituvchilarni Samsung'da shashliklar bilan ugashat qilgandim. Ta'mi og'zida qolib ketgan ekan. Rosa shirinda. Peterdagilar imeyte в виду shashlikda har xil turlari bor. Даже ilik shashligigacha bor ekan. Ikkita o'qituvchilariga shashlik oldim, uyga esa samsa oldim. Uyda ovqat qilishga ulgurmay qolgan paytlarim ham даже dostavka qildiramiz. Haqiqiy Samarqand oshlar deysizlarmi? Menga eng yoqqan tomonlari metroning yonida filiallar, banketni zalchalari ham bor. 5 yildan beri shu samsa o'ziga kelsak har doim er-xotin kulamiz. Ruslar ham shu yerdan kelib ovqatlansa biladi, qayerda ovqatlari shirinligini deb. O'qituvchilar ham shu kutib o'tirsa kerak, qachon родительский собрание bo'ladi, haqiqiy shashlik deb ko'ramiz biz deb. Adres Rybacka metrodan chiqishingiz bilan торговый kompleksda prям to'g'risida 2 minutli yo'l metroda. Birinchi etajda eng arzon biletlar sotiladi, aviakassa, ikkinchi etajda esa Samsung. Samsolarda raspakovka chek qilib sразу же собраниеga ketdim. Ularda maktabida ko'cha oyoq kiyimi bilan ichkariga kirish mumkin emas. Har doim sumkachasida ichkariga kiyiladigan oyoq kiyimlar bilan borishadi bolalar. Bolalar maktabda bezillab qolmasligi uchun juda ko'p ekskursiyalar qilishadi. O'tgan hafta poyezdlarda muzeyga olib kelishdi bolalarni.